hali firibg'ga chiqmadik. Nimaga chiqmadi? Shu yil oy issiq bo'ldi. Avgustdan boshlaymiz-da. Ha. Yana bir qator sizdan so'rab ketaylik, qaysini olaylik, qaysini olmaylik deb. Kunimiz to'qilgan keluvdik-da. Briefkalar olish kerak, hammasini olinglar. Ha, o'sha chiqasini qilganmiz, boshidan boshlaymiz-da endi ertadan. Nevropatologga qatnaganda aksariyat odamlar briefka olmay turish kerak degan qarorga kelib olishadi-da. O'zi briefkalarni ham ba'zi turlarini vaqtincha cheklab turishimiz mumkin. Bizda hammasini to'xtatib qo'yasizlar. Natijada o'sha briefkalarga nisbatan kasalliklarga tez chalinuvchan bo'ladi bola. Mana pnevmokok briefkasi deylik. O'sha pnevmoniya bo'lishiga qarshi, oddiy o'zbekcha qilib tushuntirsak. Poliomiyelit tomchisi, poliomielitga qarshi. O'sha poliomiyelit degan kasallikka qarshi. Akides, ko'kyo'tal, qoqshol, bo'g'maga qarshi. Agar mana shu aytayotgan kasalliklarim bo'lsa, hammasi og'ir kechadi bola. Ba'zilardan chiqishi ham qiyin bo'ladi. Avvalish kerak. Lekin nevrologik holatlar, ba'zi holatlarda qarshi ko'rsatmalar bo'ladi, ba'zi briefkalarga o'shalarni to'xtatib turaman haqiqatan.